Borgundan akam sizni yaxshi ko'rar ekanlar deyman. Aha. O'zdopa, akam sizni yaxshi ko'rar ekanlar. Nima qiling? Yo'g'ini aytmanlar. Hozir olib kelaman. Nima dedi? Nima qilay dedi? Sen nima deding? Hozir olib kelaman dedim. Sen garangmisan? O seni yaxshi ko'ralar, senga uylanmoqchilar desak bo'lmaydimi? O'zi ayting. Aytaman. Ayting. O'zim aytaman. Shunday keladi hozir. O'zdaxon men sizni yaxshi ko'raman. Qo'ying deydi. Uylanishingizni aytmoqchi edingizmi? Yo'q. Men qum kirtolman uyga arava bilan. Aravangiz qani? Hozir olib kelaman. Bugun kelsa dangal gapiraman. Menga qarang deyman. Короче, tegsangiz ham tegasiz, menga tegmasangiz tegasiz degan, tushundingizmi? Orzada to'xtang, men sizga uylanmoqchiman. Yo'q, uylanaman deysiz. Biron bir tayinli ishingiz bormi o'zi? Ha, men ishlayman. Shahrisabzda joylashgan Chorsu restoranda purma. Chorsu restoranda ovqatlar shu darajada shirin, qo'lingiz bilan mabodo yesangiz, qo'lingizni ta'mini ko'rib, qo'lingizdan yeyaverasiz. Agar menga tegsangiz, to'ydan keyin Asal o'yiga Mirakkiga olib boraman, aylantirishga o'sha sayohatli joylar, Oqsaroyga olib boraman. Odamning eng katta xatosi va'da bosib erkakka turmushga chiqish ekan. Chorsuga olib boraman, Mirakiga aylantiraman, Oqsaroyga aylantiraman, Ko'ksaroyga ham olib bormadim. Faqat kunlar go'zal, tonglar go'zal, tunlar go'zal.